Do'stlar, 23 avgust Istanbulning markazi. Qanaqadir bir parad bo'lyapti. Ertamanda uyda ichida o'tirgan edim, ovoz eshitilib qoldi, baqir-chaqir. Urush bo'layotgan, to'polon bo'layotgan desam, parad bo'lyapti shundoqna uyimiz tagida. Bugun qanaqangi bayram kim biladi? Harbiylarning bayramimi yoki boshqa bir bayrammikan? Agar bilganlar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiringlar. Har xil harbiy kuchlarda to'plami. Bu yerda mana kamuflyajda, oldida o'rtali militsiyskiy batalyonga o'xshaydi. Uning oldida oq kiyimlilar borishdi, o'tishdi. Endi harbiylardan keyin mana bu paradda oxiri ko'rinmaydi. Yana kelishyapti, yana qora formada, undan keyin yana yashil ko'k formalarda kelishyapti. Hozir yaqinroq kelsa uni ham olamiz.